Salom o'quvchi. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi eng muhim mavzulardan biri bo'lgan articles mavzusini o'rganamiz. Ya'ni a, n va z. Bu juda oddiy va oson. Keling boshlaymiz. A bu umumiy va aniq bo'lmagan narsalar uchun ishlatiladi. U faqat undosh tovush bilan boshlangan so'zlardan oldin keladi. Masalan, a cat yoki bo'lmasa a book. N u ham unli narsalar uchun ishlatiladi, lekin faqat unli tovush bilan boshlangan so'zlardan oldin ishlatiladi. Masalan, an apple, an hour. Z esa aniq va ma'lum narsalar uchun ishlatiladi. Agar biror narsani biz oldin aytgan bo'lsak yoki barchaga ma'lum bo'ladigan bo'lsa, biz z artiklini ishlatamiz. Masalan, the sun yoki bo'lmasa the book on the table. Endi keling gaplar yasaymiz. This is a cat. I see an elephant. The moon looks beautiful. Keling hammasini qaytadan takrorlab chiqamiz. Article a. Biz article a ni asosan undosh tovushlardan oldin umumiy va noaniq bo'lgan gaplarda ishlatamiz. Masalan, a cat, a dog. Article n. Biz n artiklini ham odatda umumiy bo'lgan narsalarga nisbatan ishlatamiz. Ammo a artikldan farqi u unli tovushlardan oldin ishlatiladi. Masalan, an elephant, an egg. Z artikli odatda aniq va ma'lum narsalar uchun ishlatiladi. Agar biror narsani biz oldin aytgan bo'lsak yoki barchaga ma'lum bo'ladigan bo'lsa, z artikli ishlatiladi. Masalan, the sun, the moon, the earth, the book on the table. Agarda sizga ushbu video darslik yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh yozing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.